Türkiye'nin ataklık yazgıcısı Rishad Nuri Guntekin'nin Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Chala qushi nomli romani. Bu roman Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rida anlatildi. Ular Chahar bog'ining oldiga kelganda qorong'u tushgan edi. Shamol to'xtab, havo tinchigan. Daraxtlar uzun herishdan keyin tinish uyquga patgan edi. To'piliklarda ichidan chiqayotgandek ko'ringan sadaf nuridek sus ushqinlar yenib o'chadi. Texi baldur Farida. Ular texi qaytmadi. Ovi to'pilik tarafga berib aylanib kelsak, nima deysan? Farida beshini to'van silib, sizg'ini iltimos qildi. "Men ruxsat qil, Kamran, kirib yotay." Shamol beshimni og'itibdi. Sal avval Faridaning yiqinliq, kelishgan vujudida jonliq narsadek yelpinib, mo'rlardan uchib tushib, tizlarini qoplagan chiroyli holrang paranja, endi ko'rimsiz lat partisidek mo'rlarda esilib turadi. Farida yana mengishqa madori qolmagandek eshik oldidagi tosh ustiga o'ltirdi. Qumga o'zidagi umidsizlikka o'xshash sunuq siziqlarni kunligi bilan sizishga boshladi. Bir ozdan keyin Kamranning yiniga kelib o'tirganligini, mo'risini Faridaning mo'risiga tekkizib, qo'lini tutganligini sezib, sal hayajonlandi. Huduqish bilan atrofiga qarab, qaytishni o'ylagan bo'lsa-mu, lekin unday qilmadi. Kamran uning bir necha qatim ish-ishchidan urganligini, texi hozirlar huduqishdan chaqnagan ko'zlariga Belqut xazinasi chorasiz itoatkorlik cho'kkinda ko'rdi. Farida muzlagan, titirgan qo'llarini burunqi va'dalashgan odamning qo'liga taslim qildi. Ikkalasi ko'zlarini yumdi. Kamranning yumilgan ko'zida ushqinlar chaqnaydi. U mana oliqinimning ichida titrab turgan qo'l Faridaning qo'li. Demak, inson bolasining kechalari ko'ygan. Ammo amalga oshmaydi deb bilgan tushlarimi amalga oshadi ekanda deb o'yladi. U oxiri ko'zlarini ochdi. Farida xuddi yig'lab uxlab qolgan boladek turib o'ksib qo'yadi. Bag'an sir eg'ilishib ketayotgan beshini uning mo'risiga qo'ydi. Faridaning bu ahvolida qo'llarini taslim qilishida mazlumona bir bo'ysunish bor edi. Kamran ba'zida qimirlaganda uning o'ziga texim bekrak yaqinlashganini va qo'lini chingroq qisqanini sezib turardi. Yosh yigit nima deyotganligini o'zini bilmasdan bekmi past ovozda: "Men Gulbashikarni yaxshi ko'raman" dedi. Yandagi eshikning birdilla echilishi ularni bu uyqudan uyg'otdi. Farida o'q ovozdan urkigan qushdek sakrab turib ketdi. Oldida Narmin kirib keldi. Farida hayajonli bir xushallik bilan uning bo'yniga esildi. Kichik qizni chin quchoqlab, chochlaridan, ko'zlaridan yenish-yenishlab suyadi. Hech kim bu xushallikning sababini tushunmaydi. Chala qushining sal avvalgi harg'inligidan asar qolmagan edi. Uyga kirdigan chog'da sal og'ida qoldi. Kamranning yiqilishini kutdi. Ondan ishkirki eshikning qorong'uligida bekmo past ovozda: "Rahmat Kamran" dedi. Ertasi Farida o'zi yolg'iz shaharga kirdi. Namoz digarga yaqin yerib echib qaytib keldi. Harg'iniga qaramasdan orqadagi bog'da bolalarni atrofiga to'plab olib gulangush uchirdi. Kamran Aziz Beyning qiyri gapdan mehmonidan qutulib chiqqanida Farida Najdatni gulangushda uchirib-atadi. Farida bari kuchi bilan uchirdi. Najdat chirqirab oslandek uning bo'yniga yipishadi. Kamran 10 yil avvalgidek Oyisha hammasini: "Farida qizim, sarangliq qilma, bolani yiqitib o'tsan" deb vaqirganini anladi.
Chala qushi pisand qilmadi. Butun qalbidan xushal holda javob berdi. Voy hamma, qo'rqma. Necdetning egisi zarlanmayotidi. Shundaqmi, Kamran? Farida bolalarni navbat bilan uchirib, hammasining ko'nglini xush qilishni xohlaydi. Balalarning eng cho'ngi, ammo eng qo'rqinchli Narminni chir-chir chirqiratgandan keyin gulang-gushdan tushdi. Uning qizirib ketgan mang'liyiga, yuziga chochlari yepishib ketgan edi. Qo'lidagi arg'amchi izini yo'qotish uchun oliqonlarini bir-biriga surkaydi. Endi hech kim qolmagandi. Kamran petinmayroq. Meni unutib qoldim, Farida, dedi. Chala qushining lavlarida g'amkin tabassum paydo bo'ldi. Yo'q deyishga ko'ngli unimaydi. Ma'qul deyishga petinolmaydi. Bir arg'amchiga, biri daraxt shexiga qarab, go'yo atrofdan madad kutgandek. Qanday bo'ladi ekan, bilmayman. Arg'amchi ishkimizni ko'tiralamdikin tanq, shunaqa emasmi Mo'jgan? dedi. Mo'jgan arg'amchini tutib yiqib, xotirjamlik bilan Kamronga qarab. Gap arg'amchida emas. Farida bekmo herib ketdi. Uning ahvoliga qarag'in, Kamron. Herib aran turgan ayolni texmi harg'uzish gunoh deb o'ylayman, dedi. Farida dastlab kerak yo'q, nima bo'ladi deganda qilsin, keyin Mo'jganning so'zidagi va qarashlaridagi ma'noni tushundi. Xuddi gunoh qilib qo'ygan boladek xijillik ichida parishon bo'lib, beshini sanglatdi va ostag'ini. Ras, bekmi qattiq qardim. Ag'rib qolmasam bo'ladimi? dedi. Texchi Kamronga qarab turgan Mo'jgan texmi past ovozda. Mening o'ylig'inimdimi battar bag'ri tashgansan, Kamron, dedi. Kamron mo Faridaga anlatmaslik uchun past ovozda. Nima uchun? deb so'radi. Mo'jgan uni tatib bog'ning neriqi tarafiga mangdi. Bechorning ahvolini ko'mayyotansan, hayotini, ko'nglini yorqig'ining yetmadimi? Mo'jgan. Shuncha yillardan beri uni birimizmi birer qitim izlamadik. U seg'inishning hasratiga chidamasdan ranjishini, alamlarini unutib yana keldi. Kelgan kunlarda xilili yaxshi edi. Sen yig'ilib bitgan yarini qaytadan ochding. Mo'jgan ko'ziga yosh ilib so'zini davom qildi. Farida aytdi, Kamron. Bechorning ayti bu yerdan ayrilganda qanchalik azob chekadiganligini yaxshi bilaman. Hamma tayyorlik bitdi. Menishdan men xabarsiz edim. Bu qitim Farida menga yo qalbini ochmadi, yo hayotiga doir biror narsa demadi. Tuyuqsiz ketmoqchi bo'lganining sababini so'rasam, erdan xat kelganini dedi. Bilqut xazina. Bu so'zning yolg'on ekanligiga imonim komil. Asli Farida sendan qichiyotdi. Endi bechorning chidag'uvchiligi qolmadi. Men bu ayrilishning Faridaga eg'ir keldiganligidan qo'rqaman. Farida g'ayratlik, kishining aqli ishonmagidek darajada chidamliq. Lekin nima bo'lmasin, u bir ayol kishida. Uning hayotini vayron qilgan sen, Kamron. Shunga uningga qarzdorsan. Endi bu ayrilish soatlarida o'zingni mahkam va tamkin tut. Ilojining boricha uningga g'ayrat bergin. Bu so'zlarni anglab, Kamronning hatto yeshil ko'zlari sarg'ayib ketdi. Faqatli Faridaning vayron bo'lgan hayot haqida so'zlaysan. Mening kuchim. Sen o'zingga o'zing qilding, Kamron. Bunchalik bag'ritoshlik qilmagan Mo'jgan. Shengin. O'nliqli bo'lgan ish bo'lsaydi, men buncha qilmasdim. Lekin qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Farida boshqa birisining ayoli. Bechorning beshi bog'liqliq. Sening baxtsiz ekanligingni ko'rib turibdiman. Endi burunqidek sendan ranjimayman. Ammo iloji yo'q. Faridaning aytib ketadiganligini hammasi bildi. Lekin hech kim bu haqda so'zlamaydi. Kechki tomoq cho'nqir jimjitlik ichida o'tdi. Bu oqshom texmi qeri, texmi sulg'un ko'ringan Azizday Faridani yiniq o'ltirg'izib, pat-pat mo'rlarini silab, enkini tutatdi.
yüzini o'ziga qaratib, ko'ziga tikilib, "Oh, choluqshi, qiyirg'inimda yuragimga bir dard solding" deydi. Bu kecha hammasi baldurli o'z uylariga kirib ketdi. Vaqt yarim kechadan o'tdi. Chahar bog'dagilar allaqachon uxlab qolgan edi. Mo'jgan mo'risiga nipis shartini otib, qo'lida shamdan uydan chiqdi. Putining uchida mengib, goyida to'xtab Kamronning ishiga keldi. Biror shapa va chiroq yo'riqi yo'q edi. Yosh ayol ostan ishini chekdi va pichirilgandek past ovozda: Kamron, uxladingmi qayrindishim?" dedi. Eshik darhol ochildi. Kamron texi yeshilmagan edi. Shamning qara yo'riqida chiroyi texmi so'lg'inda yorg'in ko'rinadi. Bu xira yo'riqliq ko'zlarini qamashtirayotgandek kirpiklarini pirildatdi. "Texchi uxlamadingmi, Kamron? Ko'ryapsan-ku. Nemishqa chiroqni o'chirib etding?" "Yo'riqliq bu kecha ko'zimni chiqib ketdi." "Qarang'uda nima qilyapsan?" Kamron ochiqqina kulimsirab: "Hech narsa. Ümidsizligimning zaharini yutib o'tiryapman. Sen bu mahalda nemishqa kelding? Nima ishing bor?" dedi. Mo'jgan oyoqlarini aram besib: "Alayda xabar ib keldim. Huduqma Kamron, o'zingni besib ol, etib beraman" dedi. Ular uyga kirishdi. Mo'jgan shamni qo'yib, asta ishni yapdi. So'zini nimadan boshlashni bilmagandek ishkilinib turib qoldi. O'zini xotirjam ko'rsatishga tirishgan bir ovozda: "Huduqma Kamron, yomon xabar emas, aksicha bekmi yaxshi bir xabar. Axir bunchalik hayajonlanmasan-chi?" Yosh ayol uni besishga tirishib etib, o'zi huduqatdi. Ko'zlariga yosh elib, ovozi titraydi. "Kamron, sal avval Farida mening uyimga kiribdi. Ahvoli boshqacha edi. U Mo'jgan, bu dunyoda yuragimdagini faqat sanga deb keldim. Sendan boshqa yiqinim yo'q. Sana aytib ketadigan bir sirim bor. Bu sirni men ketkichi saqlaysan. Keyin desangmi bo'ladi. Tuyuqsiz yanlarga qaytib kelganimni ko'rib, hammanglar hayron qoldinglar. Men sizlarni seg'inib chidayolmay kelganimni aytdim. Bu to'g'ri. Lekin asli sabab bu emas. Men bu yerga bundan 3 oy avval dunyoda eng yaxshi ko'rgan odamimga sakratda yotganini bergan va'damni o'rinlash uchun keldim. Sizlarga yolg'on so'zlashga majbur bo'ldim, Mo'jgan. Hozir men tul ayolman. Erim 3 oy avval rak kasalidan o'ldi dedi. Farida bu so'zlarni aytib etib, beshini mo'ramga qo'yib, ho'ngrab yig'ladi. Ko'z yoshlari ichida: "Doktorim jon o'zdigan kuni meni yiniga chaqirib shundoq dedi. Farida, sening muhtojlikda qilishingdan ansirmayman, chunki hamma mulkim senga qoldi. Sendek sodda, temkin bir ayolning umrining oxirigacha boyashab yashashiga yetib oshdi. Lekin bu kifoya bo'lmaydi, Farida. Har qancha boy, davlatman ahvoldimi, hech kimsiz bir ayolning yolg'iz yashashi o'ng'ay emas. Pul boshqa gap, mehr shafqat yana boshqa gap. Farida, meni go'rimda tinch yotsin desang, men o'lgandan keyin Istanbulga qarindoshlarimning oldiga boraman deb menga va'da bergin. Bu ba'da ularning yanında doimiy qilishni xohlamasang, hech bo'lmasa 2-3 oy turib kel. Bu uzun jahon, kunlarning birida ularga g'ajdan tushib qolishi mumkin, yoki oilaning mehr shafqatiga muhtojlik his qilasan. Qisqasi Farida, oilang bilan yarashib qolganligiga ishonsam, ko'zim ochiq ketmaydi, go'rimda tinch yotaman. Bu oxirgi arzusini cho'qim amalga oshirdiganligini yig'lab turib aytdim. Lekin doktorimning ko'ngli buning bilan tinchimadi. Burunqi va'dalashgan odamim bilan yarashib qilishimni o'tindi. Kunlarning birida uning menga aka bo'lib qilishi mumkinligini aytdi. O'z qo'ling bilan Kamronga topshirib bergin deb menga pechatlangan bir bo'loqni berdi. Buning ichidagi koni bir muhabbat kitobi. Bir chaqlarda bu kitob meni bekmi qattiq ta'sirlantirgan edi. Buni burunqi va'dalashgan yigitimning cho'qim o'qib chiqishini xohlayman. Buni mushpeti uningga topshirib beraman deb qasam qildi dedi.
Haqiqiy ahvol mana shu Mojgan. Hozir hammani bildim. Doktorim saf va pak odam edi. Meni oiladagilar bilan yarashtirishni, yetimlikdan qutuldirishning birdan-bir da'vosi deb hisoblaydi. Biroq u bechora bu ishlarning menga qanchalik og'ir kelganligini xayoligimga keltirmagan edi. Shunday qilib doktorimni Munisaning yiniga qo'yganimdan keyin Istanbulga keldim. U yerda anglaganlarim vasiyatni o'rindashning bekmi mushkul bo'lganligini ko'rsatdi. Kamranning ayolining vafot bo'lganligini angladim. Uningdan boshqa mening ustimdan har xil yomon so'zlarning chiqqanligini bildim. Kamranning ayoli hayot bo'lgan bo'lsa, boshqa gap edi. O chog'da eri o'lgan tul xotin oilasida bir qancha kun mehmon bo'lishga ketdi deb o'ylaydi. Mana endi hammanglar, Kamranmi, hatto senmi, Mojgan, sen meni hammadan yaxshi tushunasan. Mening haqqimda har xil yomon narsalarni o'ylashinglar mumkin. Yolg'iz beshini ilib yillarcha yurdi, har yerni kezdi, beshidan har xil ishlarni o'tkazdi. Kim biladi, qanday qaram niyatlar bilan o'zini bir qiyriq satdi. Burun qiyatlashgan odamning bo'ytaq qolganligini anglab, yana shu yomon niyat bilan darrov aramizga 5 yil avval nohaq haqoratlar, la'natlar yig'dirib tashlab ketgan uyiga, ya'ni burunqi va'dlashgan odamining oldiga qaytib keldi deyishinglar mumkin. Aranglarda mundaq deb o'ylamaydigan marhamatlik, rahimdillar oldidimi o'ylab ketaman, dedi. Mojgan kuchayib berayotgan hayajon va alam bilan so'zini davomlashtirdi. Kamran Faridaning bu so'zlarini qanchalik umidsizlik ichida ko'z yoshlari bilan menga esilib zorlab turib so'zlaganligini bir anglagan bo'lsang edim. Bo'libmi oxirgi so'zlarini o'lgicha esimdan chiqarmayman. Farida yana shunday dedi. Mening qanday alamli hislar bilan oila qo'ynidan chiqib ketganligimni, hayotimning qanchalik hasrat bilan to'lganligini, qanday majburiyatlar bilan to'y qilganligimni tushuntirish mumkin emas. Yeshi 25 ga kirgan 5 yillik hayotining bir qismini har xil majrolar ichida, bir qismini erining uyida o'tkazgan bir ayol yuziga, leviga erkak levi tegmagan yosh qiz ekanligini so'zlaganda hamma kishi kuladi. Hamma odam uni hayosiz bir yolg'onchi edi. Shundoq emasmi Mojgan? Buning aksini isbotlashning iloji yo'q. Endi ortiq so'zlamayman. Doktorning Kamranga tashlab ketgan narsasining nima ekanligini bilmayman. Ehtimol ichida kutilmagan bir narsa saqlangandi. Uning oxirgi orzusini shu qadar qayg'u va iztirob ichida o'rindidim. Lekin o'z qo'lim bilan buni topshirishga madorim yetmadi. Aytman, paraxutga tushgandan keyin, hamma ish tugagandan keyin buni Kamranga berasan, dedi. Mojgan jim bo'lib qoldi. Hayotining eng ochiq, eng og'ir voqealari oldida go'yo hissiz odamdek cho'nqur sukutga tushgan va chidam ko'rsatgan bu yosh ayol endi kichik bolalardek yig'laydi. Titrayotgan qo'llarini Kamranga uzatdi. Endi uni qo'yib etmaylik, Kamran. Lozim tepilsa zo'rlik bilan ep qolaylik. O'tmishda qanday ishlar bo'lgan bo'lsa bo'lsin, endi bir-biringlardan ayrilmasliqinglar kerak. Ko'rib turibdiman. Endi sizlar ayrilib chidayolmaysizlar, dedi. Kamranning vujudi muzlab ketdi. Eng ahamiyatsiz bir tushdan, eng xunuk bir xotirdan keyin oylarcha kasal topgan, zaif bir umiddan shifolik izlagan xiyolparast uchun bu umid haddidan ziyoda edi. Uzun muddatli hoşsizlikdan keyin o'ziga kelgan kasalga o'xshash hech nimani sezmaydiganda, o'ylamaydigan bir ahvolda qorong'ulikqa qaraydi. Ha deb ko'zlarini chimchiqlatdi. Mojgan sharpining ichidan muhrlangan cho'ng koniyatni chiqardi. Faridaga bergan va'damga qaramay, buni sana hozir topshiraman, dedi. U sharpini tuzab otib, uydan chiqmoqchi bo'lganida Kamran tutib oldi. Mojgan, sendan o'tinay. Bizning sarguzashtlarimizni hammadan ko'p sen bilasan. Konvertni billa ichib, ichidagini billa ko'raylik. Anglayotganinglar Bel Qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Mojgan ustal ustidagi o'chib qolgan lampani yiqiyotganda Kamran konvertni ochdi.
İçidən bir parça xat bilan yana bir konvert chiqdi. Yo'g'on harflar bilan yozilgan xat Kamronga tegishli edi. O'g'lim Kamron Bey, sizga bu xatni yozayotgan odam ömrüning bir qismini kitoblarga, bir qismini bo'lsa hayot deb yashaydigan qorag'u, mushlashchi yordorlarga beg'ishlagan tarki dunyoda qiyri. Bu xat qo'lingizga yetmay turib, balki u dunyoga safar qilaman. Bakmi yaxshi ko'rgan bir bechoraga oxirgi qitim bir yaxshilik qilish umidi meni o'lim oldida sizga bu qur'onni yozishga majbur qildi. Sözümni anla. Bir kuni chat bir yezining vayrona uyida oydek va tushdikidek go'zal İstanbullik kichik bir qizga yo'liqib qoldim. Qo'rqishning qorlar lapildab yig'ayotgan kechasi uyingizning derazasini ochsangiz, qorong'uda bulbul ovozi anglansa, nimalarni his qilishingiz mumkin? Mana mushu minutda men shuni his qildim. Bu ma'sum, nozik, mag'rur qizni Allohning bu chiroyli, nodir farishtasini qandoq betalaylik va yoki kelishmaslik bu qorong'u yezining xarobasiga akilib tashladik. Qalbi yig'lab tursimu, meni hikoyalar bilan oldirmoqchi bo'ldi. Voy bechora kichik qiz. Bu gaplarga ishonadigan men sening Istanbulda tashlab kelgan nodon, ahmaq yorimmidim? Uyquga qolmay uyg'ongan bolaningida xumor ko'zlari, nega qadam tashlashni bilmayotgandek ko'ringan go'dak holati, xiyoliy lavlarning suyishi bilan titrayotgandek ko'ringan lavlari, xiyoliy quchoqqa talpinayotgandek qiyofati, harakati menga hammani oyoq qildi. Burungi zamon dostonlarida Leylani izlab sahrolarni kezgan Majnunni gohida shirin xiyol bilan eslaydim. Shu kundan boshlab uni unutdim. Yangi zamonning mozorlar bilan to'lgan, zulmat bosgan yezilarida ilojisiz ishq tushlarini izlayotgan bu shahlo ko'zlik, yipakdek avrishim, ma'sum, mag'rur kichik Leylani doim eslaydigan bo'ldim. 2 yildan keyin uning bilan qayta uchrashdik. Dardi texi saqaymag'an edi. Dard bechora bolani ich-ichidan yeb tugitib o'tadi. Dastlab ko'rganimda nemishqa uni zo'rlab etimning orqasiga mengashtirib Istanbulga, oilasiga akilib tashlamadim. G'aflatda qopdiman. İkinci qitim uchrashganimda vaqt o'tgan ekan. Siz o'ylanibsiz. Farida texi yosh, kunlarning o'tishi bilan balki unutib ketar deb o'ylagan edim. Kesal bo'lib yetib qolgan chig'ida tasaddibiy qo'limga tushib qolgan xotira daftari bu yorining qanchalik cho'nqur va ig'ir ekanligini menga bildirdi. Daftariga butun hayotini yozgan edi. Shu chog'da umidimni uzdim. Men uni o'z bolamdek davolamoqchi edim. Lekin odamlarning fitna fasadlari buni yo'l qo'ymadi. Shu arada yaxshig'ini bir odamni tepib, bir qut xazinasi o'yladim. Biroq bu xatarlik edi. Har qancha esil odam bo'lgan taqdirdami, uningdan muhabbat talab qiladi. Garchi bechora qiz muhabbat uchun tug'ilib, muhabbat uchun jon fido qilgan bo'lsa-mu, begona oshiq uning uchun go'r azobidan battar bo'lgan bo'ladi. Birisini yaxshi ko'rib turib, boshqa birisining qo'liga tushish uni g'azab qilishi mumkin edi. Bu xavfni o'ylab, ilojisiz uni o'z nikohimga oldim. Shu tariqada uni o'lgunimcha himoya qila oldim. O'lgandan keyinmi
mening 5-10 tengelik boyliqim, 4-5 yerdagi mulkim uni muhtojlikda qo'ymaydi. Shibihli qiz bo'lib yashagandan ko'ra, tul bo'lib xotirjam yashash uningga o'ng'ay bo'ladi. Shundoq bir ehtimolmi borki, kunlarning birida murodiga yetsimi ajab emas. Hayotda imkon yo'q, nima bor? Ayolingizning vafoti mening umidimni yondirdi. Men siz to'g'riliq Istanbuldan doim xabar olib turardim. Bu o'lim yurak bag'ringizni qon qilib sizni qayg'urtgan bo'lishi mumkin. Menimi qayg'urtdi desam, yolg'on so'zlagan bo'laman. Men loyiq bir chora izlaydim. Faridani bu talvilarcha soxta nikohdan ajratib sizga ulashtirishni o'yladim. Bilmayman. Odamlar bu harakatimga qanday qarshi ekan? Her holda men olburun odamlarning mening haqqimda deydiganlari, o'ylaganlariga tükürgen odamman. Shu chog'da kesilim ig'irlashishga boshladi. Oxir 3-4 oy ichida masalaning o'zligidan hal bo'lishiga ko'zim yetdi. Endi ortiqcha so'zga hojat bormi? Biror bahona bilan Faridani oldinglarga avatman. Xetimni o'z qo'li bilan topshirib berdiganligiga ishonaman. Chunki uning mijozini yaxshi o'rgandim. Alomat bir qiz. Balki tarsoqlik qilishi mumkin. Lekin sen hargizmi boshkanma. Qozon bo'lmasin desang, uni qo'yib berma. Zo'rir bo'lsa, xotin qizlarni ilib qochadigan tog'liqlarga o'xshash yavoyi va qo'pol bo'l. Agar sening qo'lingda jon bersa, xushalligidan o'ldi deb bilgin. Shuni eskartib qo'yay. Bu ishda men seni qilchimi o'ylamadim. Agar ko'nglimning roziligiga qarasam, sana Faridadek nodir bir qizni emas, o'yimdagi mushukni topshirmagan bo'lardim. Ko'ryapsizlarmi? Bu talba qizlarga so'z anglatish mumkin emas. Sizlarda quruq, vijdonsiz odamlarning nemisini yaxshi ko'rdigan tan bilmadim. Marhum Hayrulloh deydi. Askartish. Konvertning ichida Faridaning kundalik xotiri daftari bor. O'tgan yili fermaga ko'chganda daftar silingan sanduqni tiqib qo'yib, harvikashlar o'g'irlab ketgan bo'lishi mumkin deb unga yolg'on aytgan edi. Ön chiqmagan bo'lsa-mu, dakmi qayg'urg'inin sezdi. Bu daftar kunlarning birida asqatib qolishi mumkin deb dakmi to'g'ri o'ylabdi. Mojgan bilan Kamron chala qushining ko'k toshliq daftarini o'qib tugatganida tong yo'rishga boshlagan edi. Derazaning sirtidagi daraxt shoxlarida qushlar vichirlashardi. Kamron g'arg'inlik va iztirobdan eg'irlashgan beshini daftarning sarg'aygan betiga qo'ydi. Ko'z yoshlari bilan suvalgan muhabbatli qurlarni yenishlab so'ydi. Daftarni yopmoqchi bo'lganda Mojgan yenik bir harakat bilan daftarning peshini lampaga yaqinlashtirdi. Xotiri tex tugmabdi Kamron. Peshidan yiziqlab ekan, peshi ko'k bo'lg'achqa ochiq ko'rinmayotdi. dedi. Lampaning pilikini texmi chiqadi. Boshini yaqinlashtirib, tuvandagi qurlarni bekmi pastda o'qishdi. Tunugin daftarimni abadiy yopgan edim. To'y kechisining ertasi saharda xotira yozish emas, burunqi yuzimni ko'rish uchun aynakka qarashqa, burunqi ovozimni anglash uchun o'limni chiqarishga jur'at qilolmaydim. Lekin tunugin men kelin bo'ldim. Qiyamga tushgan g'azongdek mas'ullik bilan hammaga bo'ysundim. Kim nima desa desin, shunday qildim. Hech narsani rad qilmadim. Hatto doktor Izmirdan akagan uzun etaklik oq ko'ylakni kiyishga,
chechimning bir tarafiga bir tutam zarif bag'lashlarga rozi bo'ldim. Faqat o'zimni ko'rsatish uchun cho'ng tosh aynakning oldiga ep kelganda hech kimga sezdirmasdan ko'zimni yumib oldim. Bo'lg'ini shu, barliq isyonlarim shuningdan iborat bo'ldi. Meni ko'rish uchun yot yegonalar kelgan edi. Bularning orasida konu muallima, kasbdoshlarim bor edi. Aytgan so'zlari quloqimga kirmaydi. Hammasiga bir xil titrak tabassum bilan kulimsirashga tirishatdim. Qiyri bir ayol yuzimgila qiyrining ajab mutali kapti. Turnini naq ko'zdan cho'qibdi, dedi. Hayrullo Bey uyga kechki tamoqqa yaqin keldi. Semiz gavdasini qisib turadigan fedijak kiygan edi. Qizil rangli galostiki qiysilib qopdi. Shunchalik qayg'uda ekanligimga qaramasdan o'zimni kulib o'tishdan tutib qololmadim. Bechora odamni kulkiga qo'yishga haqqim yo'qligini o'ylab, qizil galostikini ilib o'tib, o'rniga boshqa galostik chigib qo'ydim. Hayrullo Bey kulib turib, "Barakalloh qizchaq, yaxshi uy og'chisi bo'la oladi ekansan. Ko'rdingmi, yosh ayolga o'ylanishning fazilatini?" deydi. Mehmonlar tarqaldi. Tamoqxonaning derazasi yanida yuzma-yuz qarashib o'tirdi. Dilqut xazinasi. Hayrullo Bey, "Qizchaq, nemishga kechikib qolganimni bilamsan? Munisaning mozorini ziyorat qilib, bir necha tol gul va sening kelinlik zarifingdan bir necha tol opirib qo'ydim. Rahmatli sening yoningda aytishga jur'at qilolmaydi. Lekin yolg'iz qolgan chog'larimda hadam kelin bo'lib zariflarni taqiganda menmi taqayman degan so'zni og'izdan tushirmaydi. Uning seriq qushqochninkidek beshiga zariflarni o'zim taqab qo'ymoqchi edim. Ammo nisb bo'lmadi", dedi. Doktor bu so'zlarni aytayotganda o'zimni tutolmay beshimni deraza tarafga o'rib, bu alamli kuz oqshimining ko'rinmas tumanlaridek kirpikimda qurib kelayotgan yoshlarni yushirin ko'rib uzungacha yig'ladim. Kechining dastlabki soatlarini har kundagidek pastki tamoqxonada o'tkazdim. Hayrullo Bey ko'zoynagini taqib, Ru'usa uning pelin tomlaridan birini tizig'i qo'yib, bir bo'lingda o'ltiratdi. "Kelin oyim, yangi kuyovning kitob o'qib o'ldirishi yarashmaydi. Meni aytib buyurmag'in, qo'rqmag'in. Kechalar uzun. Yangi kelinga muhabbat dostonlarini o'qib berishga vaqt tepiladi", dedi. Qirg'oqlarni ishlab o'ltirgan qo'lyog'lig'imning ustiga beshimni texmi sangilatdim. Bu qiyri doktor. Uni qanchalik yaxshi ko'ratdim. Mana endi shunchalik nafratlanayapman. Demak, qayg'udan, charchashdan holsizlanib, beshimni mo'risiga qo'yganimda u kirpiklik ma'sum zangar ko'zlar menga ayol, ya'ni bo'lg'usi rafiqam deb qaragan ekanda. Soat 11ga dam urg'icha bu xil ochiq xayollar ichida azoblandi. Oxir doktor kitobini qo'yib, kerilib esnadi. "Hey, kelin oyim, yotadigan vaqt bo'ldi. Qani turg'in", deb o'zi o'rnidan turdi. Qo'limdan yengma o'ymoq tushib ketdi. O'rnimdan turib, ustaldagi shamdonni oldim. Derazni yepish bahonasi bilan deraza yiniga keldim. Qorong'ulikka uzoq tikilib turdim. Astala uydan chiqib, qorong'u yo'llar bilan qochay degan xayol menimga keldi. "Doktor, kelin oyim, qaytib qoldingmi? Qaynamam, yuqoriga chiq. Mening 15 daydigan gaplarim bor. Aytib qo'yib kelaman", dedi. Qiyri enikani bilan qo'shni ayol kiyimlarini yangi ushladi.
shamdonni tutqizib meni hujramga kirgizdi. Hayrullo bey texchi pastda edi. Ishkab yanada to'xtadim. Sovuqdan asirgandek ko'ksimga qo'llarimni qo'ydim. Shunchalik titrdimki, qo'limdagi shamdan lingshib, goh sochlarimning uchini kuydiratdi. Oxir palampayda dalamda oyoq tevishi anglandi. Hayrullo bey g'ingshib naqshi etib, chopinimni sag'inicha uyga kirdi. Meni ko'rish bilan huduqqandek, "Hey qiz, texi yotmadingmi?" dedi. Javob bergili og'zimni ochay desam, tishlarim qasildaydi. U menga yiqilishib, hayronlik bilan yuzimga qaradi. "Hey qizchoq, bu nima ish? Mening uyimda nima izlab yurursan?" Birdanla jarangning qaqaqlash uyni bir oldi. "Qizchoq, sen bu yerga..." U so'zini davom etolmay teliqib kulmoqda edi. Qo'llarini tizdirg'i urib, barmoqini tishlab turib, "Asta, demak, sen bu yerga... Voy sharmanda, voy sharmanda. Rostilla er-xotin bo'ldiroq debsan-da. Tüfi uyatsiz, orsiz. Xudo jajangni bersin. Dodangdek bir odamni..." dedi. Uy peyqirab ketdi. To'g'rislar o'rlib tushdigandek to'ylatdi. U yana barmoqini tishlab, uyalganidan qizarib, "Voy qora yurak, voyasiz. Uxlash kiyimi bilan uyimga kirishga uyalmadingmi?" dedi. Shu minutdagi holimni ko'rishni bek muxolaydim. Kim biladi, qancha xil ranglarga kirgandimi? "Doktor bey, xudo haqqi, men nadin bilay. Ular shundoq deyishgan tursa." Xo'p, ular shundoq debdi. Senchi dunyoda hamma narsani o'ylasammi, bu yishimda iffat nomusimga, hurmatimga bir yuzsiz qizning hujum qilishini o'ylamagan edim. Ya Rabbi, nima degan azob bu? Yerga kirib ketgudek bo'ldim. Kalpikimni qanotvatgidek tishlaydim. Men midirlay degicha u yolg'ondan lo'lliq qilib derazaga qarab qochdi. Yoqsi bilan bo'ynini etib to'ladi. "Hey qiz, yaqin kelma, qo'rqaman. Xudo haqqi, derazni ichib meni qutuldiringlar, mushi ishimdi menga." Keyingi gapini anglayolmadim. Eshikdan qechib chiqib ketdim. Lekin nima uchundir bilmayman. Qaytib kirdim va qalbimning doim itoat qilishga majbur qiladigan nolisi bilan, "Dada! Mening dadam!" deb faryod chekdim. O'rab yig'lab turib, o'zimni quchqiga otdim. U meni quchqiga oldi. Qalbidagi cho'nqir faryod bilan, "Qizim, jinim bola!" dedi. Shu minutda titrab turgan lavla, peshonamni qoldirgan otiliq suyishning lazzatini o'lgicha unutmayman. Uyimga kirib, hem kulatdim, hem yig'laydim. Shunchalik g'avg'o ko'tirdimki, doktor tamni urib, "Hey qiz, uyni o'rib o'tsan, bu nima g'avg'o? Hayvach qo'shnilar gunohni menga otidi. Bu qiyri tong otqich kelinni vaqirtib chiqdi deyishidir," deb vaqiraydi. Lekin doktor o'zini g'avg'o ko'tarishda meningdan qilishmaydi. Uyida tinmasdan u yoqdan bu yoqqa menib, "Voy egam, bu oxirgi zamon qizlardan nomusimizni, ippitimizni o'zing asra," deb qasddan vaqiraydi. Shu kecha u o'z uyida, men o'z uyimda 10 qitimcha uyg'onib, tamni urib, xo'roz, qush, paqilani doğrab, bir-birimizni uxlatmadik. Mana bu kelin bo'lgan kechamning hikoyasi.
bechora doktorim shunchalik pok tuyg'uli, saf yuraklik odam ediki, u menga yolg'ondan to'y qilayotganimizni aytib qo'yishnimi lozim ko'rmagan. Onunga selishtirganda men arzimas bir kishikanman. Yo Rabbim, oliyjanob do'stligimizni u o'zining erkak ekanligini unutibdi. Ammo men ayol ekanligimni unutmabdiman. Er kishilarning to'lisi bakmo asli, rahimsiz bo'ladi. Bu haqiqat. Ayollarning hammasi yaxshi, rahimdil keladi. Bu mu haqiqat? Lekin er kishilar orasida intayin pok qalblik, diyonatliklarmi tepilib qoladi. Mundaqlar bakmo az. Bulardagi qalb pokligini har qanday ayolda tepish mumkin emas. Shu kechasi Farida tong otarga yaqin uxlagan edi. U tunugunkidan betar ezilib, g'arg'in ahvolda uyg'onganida quyosh xeyli ko'tarilib, soat 11 dan o'tgan edi. Maktabga kech qolgan bolalardek oldirab tinib o'rnidan turdi. Mojgan dalanda bir nimalar qilyotdi. Farida xafa holda. Yashab keting Mojgan. Yo'lga chiqadiganimni bilib turib, nemishqa uyg'otib qo'ymadingiz? dedi. Mojgan odatdagi vazminligi bilan javob berdi. Bir necha qitim uyingga kirdim. G'arg'iningdan shunchalik tatliq uxlab ketibsanki, uyg'otishga qiymadim. Qo'rqmag'in, texi atdegan. Uning ustiga paraxutning mengishi natayinmish. Mermer dengizda bo'ron bormish. Nima bo'lsa-mu ketishim kerak. Men modadamga dedim. Sening g'imingni qilib portga ketdi. Paraxut kelsala, g'arva avatiman yoki o'zim kelib ilib ketaman, tayyor bo'lib tursin dedi. Farida ayrilish kunini mundaq bo'lar deb o'ylamagan edi. Mojganning o'z bolasi bilan ovora bo'lganini, homillarning odatdagirakla so'zlashib, kulishib o'ltirganini ko'rib, dili ranjigandek bo'ldi. O'ziga nisbatan muncha beparvolik qilishlari uning dilini og'ritdi. Kameramni ko'rinmaydi. Mojgan so'z orasida ostona. Farida, sana bir yaxshilik qildim. Kamerani uydan chiqarib etdim. Seni ortiqcha azoblamaslik uchun sana ko'rinmaslikka rozi bo'ldi, dedi. Endi kimmanda? Paraxut mengish oldida balkim xo'shlash qilib bora. Buningdan xush bo'lgansan? Faridaning ko'zlariga mung cho'kdi. Lavlari titraydi. U og'riyotgan cheksini o'ylaydi. Rahmat sana, yaxshi qilibsan, dedi Farida. Mojganga bir qator ma'nisiz, alamli so'zlar bilan rahmat aytib o'tib, endi qalbida bolalik chog'lardagi suyimli do'stining abadiy o'lganligini, hargizmi uning bilan yorashmaydiganligini his qildi. Tushlik tomoqqa o'tirganda qo'shni bog'larning biridan xabar keldi. Shahar boshlig'i shahardagi qishliq uyga ko'chish oldida qo'shnilarga ham Faridaga xo'shlashish ziyofati bermoqchi ekan. Farida: "Qandoq bo'la? Meni ep ketishga hozir keladi emasmi?" dedi. Hammalari: "Bormasam uyat bo'ladi Farida. 5 minutlik ya. Uning ustiga tayyorlik qilib yurishingning hojati yo'q. Paranjini otsan-da, ma'san" deyishdi. Sal avval uningga kesal mushukka qarg'anchilik e'tibor bilan qaramagan onasi o'rnidagi hammalarning yuziga qaramaslik uchun beshini sangilatdi. "Mayli, borsam boray", dedi. Soat 3 bo'lgan edi. Yo'pirmoqlari sarg'aygan hashqi pichakdek yenida yo'lga qarab turgan Farida Mojganga qarab: "Bir harva kelyotdi. Meni og'il kelayotgan o'xshaydi", dedi.
Dal shu chaqda deniz bo'yidagi daraxtlar orasidan paraxot ko'rindi. Faridaning o'pkisi og'ziga tiqilib qoldi. "Kelvatidi" deb vaqirdi. Hammasi besaramjon bo'lib ketdi. Xizmatkor qizlar uning kiyimlarini keltirish uchun yuguraydi. Farida hammalariga qarab: "Men oldinglarda ketaveray, sizlar keynimdan borasizlar" dedi. Mo'jgan ikkisi tog' bag'ridagi tor yo'l bilan yugurib ketdi. Ular qo'shanlardan otlab bog'chilarni kesib o'tadi. Bog' ishiga oldiga kelganda oshpazga o'chirdi. Bu qiyir xotin: "Kichik xonimlar, sizlarga xabar bergani kelyaptim. Janoblar harbi bilan keldi. Sizlarni saqlayotdi" dedi. Aziz bey bilan Kamran ularni ikkinchi qavatning dalonida qarshi oldi. Aziz bey qo'li bilan uyni ko'rsatib: "Ikki qadrlik mehmon keldi. Vongchun qilmanglar" dedi. Keyin Faridani boshdan oyoq ko'zdan kechirib: "Bu nemisi kichik xonim, targa cho'mib ketibsan-ku" dedi. Keyin kulib turib Faridaga yaqinlashdi va enkidan tutib ko'zining ichiga qarab turib: "Paraxot kelishini keldi. Biroq buning sana foydasi yo'q. Yo'ldishing ruxsat qilmaydi" dedi. Farida daldangshib kayniga chekindi. Buduqqan holda: "Anishta, nima deyapsan?" dedi. Aziz bey barmoqi bilan Kamranni ko'rsatdi. "Bu sening yo'ldishing bo'ladi, qizim. Endi men o'rlashmayman" dedi. Farida batlab yuzni etib oldi. Yiqilib tushaydigicha bir qo'l kelib bilaklardan tutdi. U ko'zini ochganda Kamranni ko'rdi. Aziz bey hayajon ichida kulib turib: "Shunda qilib oxir qafasga tushding-ku, chaloqushi. Qani, qandoq tipirlaydig'ingni ko'rib boqay. Endi foydasi bormikin?" dedi. Farida har qancha qismi bilikini Kamrandan ajirtolmadi. Beshini har tarafga ilib qaytsimi, Kamranning ko'ksi bilan mo'risidan boshqa joy topolmaydi. Aziz bey yana bayqi ko'ksi bilan: "Atrofingdagilar sana to'zaq qurdi, chaloqushi. Xoin mo'jgan siringni fosh qildi. Xudo ko'p rahmat aylasin. Marhum doktor sening daftaringni Kamronga avatibdi. Men uni ilibla qozining oldiga bordim. O'z qo'lim bilan yozilgan ba'zi joylarni ko'rsatdim. Qozi ma'rifatli kishikan, darrov nikoh o'qib qo'ydi. Tushundingmi, chaloqushi? Bu kishi sening yo'ldishing, endi seni hech qachon tashlamaydi" dedi. Farida shunchalik qizarib ketdiki, yuzining rangidan tortib shahlo ko'zlarigacha o'zgarib ketdi. Vaholanki ko'z qarchuqining ichida o'tlar chaqnaydi. "Qani chaloqushi, nozlanma. Xushonliqingdan shunda qilayotganingni ko'rib turibdimiz. Yomon qilmading anishta, ko'nglimdagi ish bo'ldi degin" dedi. Aziz bey uni majburlab bu so'zni aytqizdi. Keyin eshikni ochib, g'olibona bir qoqoqlash bilan: "Shariat yo'li bilan kepil otaman. Apandim chaloqushi, kechirsizlar. Farida xonim nomidan Kamron beyni kuyovlik qabul qildim. Duo beringlar, mushiyadlar aminni aytamiz" dedi. Keyin Faridaga qarab: "Endi nima deysan, chaloqushi? Mushtumdek bola bo'lsangmi, necha yillardan beri bizni o'ynatding, ha? Xo'sh, qanday hiyla bilan qo'lga tushirganimni ko'rdingmi?" dedi. Bog'dan bolalarning ovozi anglandi. Aziz bey: "Endi tabriklashlar, qo'l so'yishlar uzungacha davom qiladi. Buni qoldirib turaylik. O'z qo'lim bilan cho'ng to'y ziyofati hozirlayman. Qani o'g'lim, bizning quruq so'zimizdan sizlarga foyda yo'q. Qilishadigan so'zinglar bor. Ovu tarpalampaydan oyog'ingni ep qoch, yiroqlarga, xo'lg'a yerlarga boqin.
keyin birga yenib kelasizlar, dedi. Kamran Faridaning qo'lidan tortib, Palampaydan tushayotganda Mo'jgan yiniga keldi. İşke do'st yig'ilishib turib so'yishdi. Dilqut xazinasi. Aziz bey yeshini bilindirmaslik uchun burnini qattiq qaqdi va buyruq bergandek qo'lini sildi. "Hey, mening giloslarimni o'g'irlagan chala qushi, endi uni boshqalarga o'g'irlatadigan payt kelgandek turdi. O'zimga qaytarib da, shuning bilan hisob kitobni tugutayli", dedi. Tehiç qo'lini Kamrandan bo'shtanmagan yosh qizni dast ko'tarib so'ygandan keyin yana Kamranning qo'liga atdi. Bu kechisini dengiz bo'ronidan qutuldirdik. Ammo yiningdagi seriq bo'ron yana bir dahshatli ko'rinadi. Xudo o'z panoyida asirsin chala qushi. Ular tor Palampaydan xuddi do'milab ketayotgandek tushadi. Kamran qo'lini Faridaning belidan o'tkazib, yosh qizni nafas ololmagudek darajada qisatdi. Aloqalari ichidagi barmoqini qarisiltatdi. Palampayning bir yeriga Faridaning etiki ilishib qolg'ashqa hozirab birdan to'xtadi. Yosh qiz etikini tuzab turganda Kamran nafsi tiqilib turib, "Farida, mening ishkanligimga ishonmayapman. Buningga qalbimni ishondirish uchun salmoqingni sinab ko'rgim bor", dedi. Asrab oran nafas elayotgan, dadini tikillashgan Faridani xuddi kichik bolani ko'targandek ko'tarib oldi. Echilib qolgan paranjisidan to'zib chiqib turgan sochlari Kamranning yuziga tegib turadi. Faridaning ig'irligidan Kamranning kuchimi ortgan edi. Qini qizigan holda Palampaydan tushishga boshladi. Yosh qiz xuddi yorg'i g'ulayotgandek vujudida behushlik his qilib, o'zini butunlay uning qo'liga taslim qildi. Ham kuladi, ham yig'laydi. Tashqirqi eshikka yaqinlashganda yolvorishga boshladi. "Olimga qara, Kamran, bu ahvolda qanday sirtqa chiqa olamiz? Ruxsat qil, 1 minutda uyga kirib, kiyimimni almashtirib chiqay. Hozirlik kelaman." Kamran uning belaklarini qo'yib bermasdi. "Ruxsat qilolmayman Farida, bir qitim bo'ldi. Endi oram qo'lga tushirganimda zodili qo'yib bermayman", dedi. Yosh qiz qarshilik ko'rsatishga madori qolmagandek beshini Kamranning ko'ksiga qo'ydi. Yuzini yoshirib xijillik ichida, "Shu joyda ketib qolganim uchun meni pushaymon qilmadi deb o'ylamsan, Kamran?" deb e'tirof qildi. Kamran uning yuzini ko'maydi. Enkini lavlini silayotgan barmoqlariga issiq ko'z yoshlarining temayotganligini sezadi. Ular yo'ldami quchoqlashibmadi. Odalardagi ikki beliqchining kelayotganligini ko'rib, qo'llarini qo'yib etdi. Ular gap qilishmay mengishdi. Chunki yonma-yon mengish vaqti ulardan mast bo'lgan edi. 10 yil avval birinchi qitim Faridani ko'rgan bog' yo'liga kelganda Kamran uning mo'risidan asta tutib, "Bu yer esingdan chiqib ketganda Farida", dedi. Qiz yiroqlarga so'zlab ketgan yo'lga qarab kulimsiradi. "Bu qarshingda allaqanday bir ma'no bor. Demak, unutmabsan Farida." Farida asta chekib, go'yo ko'ni xotirlarga kulimsirayotgandek cho'nqur xiyol bilan Kamronga qaradi. "U chog'da bekmi xush bo'lgan edim. Qanday unutg'ili bo'lsin?" Yigit ko'zini ilib qechib ta'tir qarabammisun deb uni enkidan tutdi va yiqimli ovozda, "Farida, bizning sarguzashtimiz mana mushu yerdan boshlangan. Menga qara, bu ko'zlaringga sonsiz mung iztiroblar cho'kdi. Shunga meni tushunasan deb o'ylayman.
Seni yaxşı görüşke başlagan çağlarımda külüştün, zаңлықтың başqını bilmeydiğen yengil, şox bir kız bala. Goya nurga, ovazga oxşaş tutqılıp bulmaydiğen çalı kuşu edim. Sana çoğunqur muhabbetim ba edi. Her günü seher uyğanğınımda bu muhabbetinin kalbimde tiyiximi ulğayğanlığını sezettim. Bunundan uyulattım hem qoqattım. Gahi çağlarda şundaq bir qaraşlarың, şundaq bir sözlerin ba edi ki, qalbim şirin ümitler bilen telpinetdi. Lekin sen derhal özgürettin. Daim külüp çaqçaq qılıp turadigan balılık gözleringde, gah nazik tuyg'uluq yosh qizning qalbi aks etadi-yu, darrov yo'qab ketadi. Bu qizning meni tushunishi mumkin emas. Oxir hayotimni baxtsiz qiladi deb o'ylaydim. Hayotingni, qalbingni cho'nqur vafodorlik bilan menga beg'ishlashingga ishonch qilolmaydim. Balki sen meni ko'yginingda o'chgan rangingni, titrashga boshlagan chiroyli lablaringni yo'shirish uchun mendan qochqandursan. Men buni chaliq qushining yenikligi deb bilib, ichimdan ezilatdim. Etqina Farida, bunchalik cho'nqur vafoni, mislsiz nozik qalbni kichikkina chaliq qushi ko'ksiga qandoq sig'dirgandi. Kamron birdan to'xtadi. Oppoq nozik chekillari terlab ketdi. U beshini egib, tiyixini past ovozda so'zini davom qildi. Derdim şunun bilen çeklenmedi Farida. Seni özümdün, hayotimning turlik baxtli paytlarini barabardan qizg'anatdim. Dunyoda vaqtning o'tishi bilan bo'shashmaydigan, kuchini yo'qotmaydigan hech qanday tuyg'u yo'q. Ma'lum vaqtdan keyin Faridani munchalik cho'nqur yaxshi ko'rmay qolamanmi? Yani bu şirin hislardan mahrum bo'lsam deb o'ylab ketadi. Shundaq paytlarda yenib tugab ketishidan qo'rqib, chiroqni o'chirganidek, men sening obrazingni ko'zimdan yiroqlashtirishga tirishatdim. Tog'larda men ismini bilmaydigan bir xil o't o'sidi Farida. Odam doim uni pursa, bara-bara puruqini sezmaydigan bo'lib qoladi. Bunun davası ma'lum mezgil onundan yiroqlashish. Hatto ba'zida shu xushbo'y tunish puraqni seg'inish havisi bilan har qanday boshqa bir puraqni, ya'ni ma'nisiz siyroq gulni purab soladi. Bu o't xushbo'y puraqi tufaylidan ba'zida baxtsizlikka uchraydi. Odamlar o'zi o'lib suvlashtiradi. Qo'llarda titib etadi. Farida, men dog'u hasratdan tiximi cho'nqirlashgan ko'zlaring, ozab uqubatdan puchilgan go'zal yuzing bilan seni qo'llarda azgan seri tiximi kuchli xushpuroq taqtirgan gulga o'xshayman. Gapimni tushunyapsan Farida? Ko'zlaring kulmaydi. Demak bu ma'nisiz so'zlarimni zongli qilayotgan o'xshamamsan. Farida uyquga hozirlangan kichik boladek kirpiklarida yosh tomchilari parqirab ko'zlarini yumib oldi. Bu hayajonliq yerishlardan madori qechib, tizlari bukiladi. Butun ig'irligini Kamronning qo'llariga tashladi. Xuddi tushidagidek faqat lavlarini qimirladi. Sana ma'lum, chaliq qushi abadiy o'ldi deb pichirladi. Yosh yigit beshini tiximi yiqinlashtirib, xuddi shunday past ovozda. Hech qiz yo'q. Men chaliq qushiga bergan barliq muhabbatimni boshqa birsiga, Gulbashikarga beg'ishladim, dedi. Kamron qo'llarida bog'an sir eg'irlashib berayotgan holsiz vujudning biridan jonlanganligini, xiyoliy zo'q bilan to'lganligini sezdi. Undaq dema Kamron, o'tinib qolay.
Texchi Kamronning ko'ksida turgan beshini sal keyniga tashlab, yuzini uningga qaratdi. Qisqa, bo'g'iq nafas ilishidan titirgan bo'yin tomirlari ko'kirib ketdi. Yuzida, ko'zida ushqunlar chaqmaydi. Kamron yana shu so'zni takrorladi. Gulbashikar. Faqat mening gulbashikarim. Farida butun vujudi bilan titrab, putining uchida turdi va yigitning mo'risidan quchoqladi. Tomirlardagi barliq qini lavlariga yig'ilgandek edi. U bo'ynini so'zdi. 1 minutdan keyin nafas ilishdi. Farida uzoq chanqashdan keyin taniq buloqda qinib suv ichgan qushdek jonlanib, shovqin serib yerni tepatdi. Yuzini ko'rsatmaslik uchun beshini har yon ilib qechib. Voy xudo, nima degan uyat? Bekmasat ish bo'ldi. Sen sababchi bo'lding. Xudo haqqi, sen sababchi bo'lding. deb tirajaydi. Yenidagi daraxtning shexida bir chala qushi sayrmoqda edi. Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rda anglatilayotgan Turkiya yozuvchisi Rishad Nuri Guntekinning Şinjan Xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Chala qushi nomli romani Moshiyada oyoqlashdi. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib, saqlab qo'yishini alayda tavsiya qilamiz.